Kattaroq joy olib ijaraga topshirib qo'yadigan akalarimiz uchun bugun 80 sotix ko'rayotganingizdek aka idealniy yangi bitgan promzonada sklad uchun mo'ljallangan o'zini 3800 kvadrat sklad, yangi ofisning pomesheniyasi, mashina qo'yish uchun joydan umuman muammo bo'lmagan joyi reklamasini qilib o'taman aka sizga. Hozirgi kunda uzoq muddatga kontraktimiz bor, arendatorimiz o'tiribdi. Siz hozirgi kunda kichkina ofislardan charchagan bo'lsangiz, kattaroq joy olib, bittada oyma-oy katta summa to'lashsin deydigan bo'lsangiz, mana shu joyimizni kelib bitta ko'ring. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Selxoz instituti shunday yon tarafida joylashgan joyimiz. Katta mashinalar kirishidan umuman muammo bo'lmaydi. Ko'rayotganingizdek, bemalol katta mashina kiradi, skladlarga kirib ketaveriladi. Hamma taraflama o'ylab qurilgan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, administrativniy mana shu binoyimizda fasadlarini ham ko'rayotganingizdek juda chiroyli, yangi remont qilib qo'yilgan. Ichlari ham zo'r holatda turibdi. Bemalol sklad, bu yerda o'zini ishlaydigan joylari bilan, xullas aka, tayyor biznes qidirib yurgan bo'lsangiz, kelib bitta ko'ring. Hamma hujjatlar qo'lingizga beriladi, tekshirib olasiz. Hech qanaqa yolg'on yo'q. O'tirgan kompaniya ham mashhur kompaniyalardan bittasi ijarada bugunda o'tiribdi. Ko'pchilik hozir ijarachisi bilan tayyor deb ijarachilar chiqib ketadi. Unaqa narsa bo'lmaydi. Kontrakt xullas uzoq yilga tuzilgan. Promzona 80 sotix, bino 3800 kvadrat tayyor arendatori bilan sotuvda qo'yildi. Bugun Primoy joyi egalarini telefon raqamini mana yerda yozib qoldirdim. Keling, ko'ring, hamma hujjatlar bilan tanishing. Narxini bo'lsa joyi egasidan so'rab olasiz.